Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xudo xolasa demak, sizlar bilan Kenjev milliy sertifikat to'plomidan ikkinchi variant 42 masaladan davom etamiz. Xo'p, agar sizda ekran bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa yozishingiz mumkin. Yoki qaysidir qismiga tushunmay qolsangiz, masalan, aytasiz, bismillah deb boshladik unda agar hech qanday muammo bo'lmaydigan bo'lsa. Xo'p, masalamizda shartini o'qidik. Demak, odamlarda avtosomal retsessiv albinizm kasalligi hisoblanar ekan. Albinizm demak, xo'p, retsessiv avtosoma kasalligi bo'lib, teri, soch, ko'z pigmenti juda kam bo'ladi. Teri va soch juda och rangda bo'ladi. Fenilketonuriya, avtosoma, resessiv. Xullas keling, belgilar ular boshqaruvchi genni yozib olaylik birdaniga. Nimani so'ragani keyin topib olamiz. Baribir yozamiz-ku. Xo'p. Demak, bir boshdan o'qib yozib o'tiraman. Xullas, albinizm kichik a bo'lyapti. Albinos. Xo'p, sog'lommi? Dominant a bo'ladi. Bu bo'yicha yozib o'tirmaylik. Keyingisi fenilketonuriya. Bu ham avtosoma resessiv ekan. Fenilketonuriya. Buni resessiv B deb olamiz. Xo'p, keyingisi kistoz fibroz avtosomal resessiv C. Buni nima deb yozsak bo'ladi? Kistoz deb yozib qo'ysam bo'ladimi yoki fibroz? Fibroz deb yozaylik. Buni resessiv C deyapti. O'ramasa qo'yib olsak haqqimiz bor bunga. O'pka va ovqat hazm qilish tizimida quyuq ishliq to'planadi, nafas olish qiyinlash ekan. Huntington kasalligi avtosomal dominant. Huntington. Bu avtosomaga birkan bu ham dominant bo'lyapti. Bu asab tizimining zararli ekan bu kasalligimiz. Ixtiyorsiz harakatlar va ruhiy o'zgarishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Axondroplaziya avtosoma dominant Y geniga bog'liq. Axondroplaziya. Dominant E. Oxirigacha yozmadi, uni sig'mi ekan. Bu suyak o'sishi buzilgan ekan, bunda bo'y past bo'lib qoladi, mittilik kuzatilgan ekan. Xo'p, avtosoma xromosomaga birikkan holatda irsilyapti barchasimi? Olib keladigan kasalliklar bo'lib, bu belgilar avtosoma xromosomasida birikkan. Oho, nechta belgi? 1, 2, 3, 4, 5 ta belgi. Xo'p, aynan shu ketma-ketlikda joylashgan A, B, C, D, E ketma-ketlikda joylashgan ekan xromosomamizda. A va B geni to'liq. A va B genlarimiz bizda to'liq birikkan. Bularni ajrata olmaymizda. Bu to'liq birikkan. Ya'ni crossover qilmaymiz hozir. B, C, D genlari esa chala birikkan. B, C va D genlarimiz chala birikkan. D va E genlar ham to'liq birikkan. Oho, buni qanday masala zo'r qanday qarang. D va E bu ham to'liq ekan. Erinmasdan tuzilgan ekanda. D va E genlarimiz to'liq. Birikkan B va C orasidagi masofa 42 margan edi. B va C genlar orasidagi masofa bizda 42 marganida bo'lyapti masofamiz. C va D genlar orasidagi masofa 22 marganida. C va D orasidagi masofa 22 marganidaga teng. Qo'sh crossover 2% ga teng. Qo'sh crossover bizda 2% bo'lyapti. Xo'p, qo'sh crossover foiz 2% bo'lib turibdi. Ana endi. Xo'p, B va C orasidagi foizni topmoqchi bo'lsak, B va C genlar orasidagi chalkashuv foizini topmoqchi bo'lsak, marganidadan, masofadan qo'sh crossover foizni ayirib tashlardik. 2 ni ayirib tashlasam 40% bo'lib qoladi. B va C orasida chalkashuv foizi bu. Masofadan foizni yutib oldim. Endi C va D orasidagi foizni topsam bo'ladi. Bu masofa 22 marganida. Buni qo'sh crossover foizini ayirib tashlasak
20% bo'lib qoldi, foiz. Mana bu marganida, bu foizga kelib chiqdi. Yakka kressinga berdi, foiz bilan marganida bir xil bo'lib ketaveradi. Davom etamiz. Huntington va axondroplaziya bo'yicha kasal qolgan belgilari bo'yicha sog'lom bo'lgan pentagetrozigota dominant genlarni bir tarafdan olgan. Yaxshi, dominant genlarimiz bir tarafda ekan, yozib olishimizga oson bo'lyapti genotipni. Huntington va axondroplaziya bo'yicha kasal bo'lsa, Huntington va axondroplaziya. Demak, xo'p, bular bo'yicha sog'lomlik dominant D nima? Sog'lom bo'lgan. Xo'p, kasallikmidi bu uchun dominant? Axondroplaziya avtosomi dominant. Bular uchun kasallik demak dominant bo'lib turibdi. Qolganlari resessiv edi. Mana bu uchala belgiga qarang. Xo'p, ekran ko'rinmayapti menda. Xo'p, qolganlarda ekran bormi? Yoki bir kishidan faqat? Xo'p, qolganlarda ekran bor-a? Xo'p, qaytadan ulab ko'ramizmi yoki ekranga nima ko'rinmayapti ekan? Ko'ringan bo'lsa davom etaman, qarang. Demak, aytyapti bizlarga mana Huntington va axondroplaziya bo'yicha kasal bo'lishi kerak ekan. Zo'r, rahmat. Ko'ringan bo'lsa davom etamiz. Qarang. Axondroplaziya va Huntington bo'yicha kasal bo'lish uchun dominant D va dominant Y genlari bo'lishi kerak. Qolgan belgilar bo'yicha sog'lom deyapti. Qolgan belgilar bo'yicha sog'lom bo'lish uchun ham dominant bo'lishi kerak. Qarang, bu belgilar bo'yicha kasallik resessivida dominant sog'lom bo'ladi. Yozib o'tirmadim. Biroz eringanligim uchun. Xullas, hozir bizlarda barchasi dominant gen. Pentagetrozigota holatda beshtala genimiz ham demak heterozigota holatda bo'ladi. Dominant genlar bir tarafda deyapti. Faqat otadan olgan yoki onadan olgan. Agar bunisini otadan olgan, bunisini onadan olgan deganda masalamizni juda ham qiyinlashtirib yuborganda bo'ladi. Osonlashtirib beribdi. Biz u sizni qiynalmasin deb xullas. Hmm. Parentis yoki parentali fenotip va genotip deydigan bo'lsak, hmm, ayolni yozib olsak, genotipini A, B, C, D va Y. Xo'p, beshalasi ham heterozigota holatda bo'lganligi uchun resivni yozib chiqaman. A, B, buni o'ramasi qildik buni. O'zimiz esa bu resessivda ressiv Y. Buni chapishyapmiz. Endi erkak. Fenotipi erkak, genotipini yozaman endi. Xo'p, bu ham xuddi shunday. Ikkalasini genotipi bir xil. A, B, C, D va Y. Endi resessiv, resessiv A, resessiv B, resessiv C, resessiv D, resessiv Y. Agar domen genlarda har xil tarafda joylashganda, demak, bunaqangi bo'lmaydi. Domen genlar bir tarafda deganlik uchun shunday yozib oldik. Eng mashaqqatlisi endi bizlarda bundan gameta olishimiz kerak. Xo'p, xullas hozirgi holatda A bilan B to'liq birikkan. A bilan Bni siljita olmaymiz va D bilan Y ham to'liq birikkan. To'liq birikkanlarini oxirida yozib olayda. Chalib ketmaymiz keyin. A bilan B to'liq, D bilan Y ham to'liq. A, B to'liq, D, Y to'liq. D bilan Y'ni o'zgartira olmaymiz. Qolganini krossingovr qilamizda. 3 tagini o'zgaradi bu yerda. B, C, D. Mana bu uchalasi krossingovr bo'ladi. Tushunarli. Uchalasini qo'sh krossingovr uchratib yuboramiz. Uchalasi cross bo'ladi hozir bizlarga. Tushuntira oldim menimcha. Davom etamiz. Endi gameta olishimiz kerak bundan. Xo'p. Avval no krossingovr olaman. No krossingovr holatda shu holat bo'ladi bizlarga. O'zgarmagan holatda yozib olamiz. Tabiiyki. Dominant A, dominant B, C, D, Y. Hop, sig'may qolmaymi ekan? Xullas keyingisi. Resessiv A, resessiv B, resessiv C, resessiv D, resessiv Y. Keyingi gametamiz. Endi krossingovr qilaman. Krossingovrga A bilan B ni emas, B bilan C ni uchratamiz. Chunki A bilan B mustahkam. To'liq birikkan. Bular orasidagi masofa bir-biriga juda ham yaqinda. Yaqin bo'lgandan keyin
Crossing over bo'lish foizi kamayib ketaveradi. Crossing over bo'linmaydi bu yerda. Xo'p, xullas, dominant A. Xo'p. Endi B bilan sin orasida crossing over bo'lgani uchun mana bu yerda recessive B yozaman. Mana bu ikkalasi orasida crossing over bo'ladi mana bunday. Mana bu yerdan ko'rsa mana bunda ikkalasi chalkashib qoladi. Tushunarli. Dominant C, dominant D, dominant Y. Ay yo'q. Bizlarda hozir A bilan B to'liq birikkandik. Men mana shu xato qilib ketib qoldimmi? Yo'q, xato qilib ketib qoldim. A bilan B birikkan edi. Hozir men A bilan B birikkanligi uchun Bni crossing over qilib ketib qoldim, xato qildim. Xo'p, mana bunday qilib yozib olaylik bo'lmasa qarang. Bizlarda hozir qaysi ham to'liq birikkani? D bilan E ham to'liq birikkanmi? Mana bunday qilib yozamiz bo'lmasa. Demak, xo'p, keyingi holatda. Bo'pti, shuni yozib qo'ying. Recessive A, recessive B. Xo'p, faqat C o'zgaradi. A bilan B birikkan. Mana A bilan Bni o'zgartirmadik. Xullas, dominant C, dominant D, dominant Y bo'ladi. Bular ham birikkan. Faqat C'ni almashtirib oldim, qarang. Xo'p, keyingisi tayog'ini chizib o'tirmayapman. Chizib qo'ying agar sizga jabr shu tayoq muhim bo'lsa. Xullas, keyingisi dominant A bo'ladi, dominant B. Bunisi endi recessive C qilamiz. Mana bu ikkalasi almashtiraylik, undan ko'ra osonrog'i. Mana buni dominant C qilaman, buni recessive D va recessive E qilaman. Mana bu ikkalasi to'liq birikkanligi uchun mana bu ikkalasini o'zgartirib qo'ydim. Qarang, D va Y genlarini. Xo'p, menimcha murakkab emas bu sizga juda unchalik. Keyingisi. Xo'p, endi sini almashtirsak bo'ladi. Recessive A, recessive B, recessive C qilaman. Dominant D, dominant Y. Xo'p, keyingi gametamiz. Qaysi qoldi? Dominant A, dominant B, dominant C, recessive D, recessive E. Ko'ryapsiz-a? Xo'p, so'nggi gametamiz bizlarga yana ikkita qoldi. Qaysi qoldi? Endi A bilan B to'liq edi, D bilan Y ham to'liq edi. Dominant A, dominant B, recessive C yozmadik. Dominant A, dominant B kichik C, katta D, katta Y. Keyingisi, tak, endi recessive A, recessive B. Bu kattasi kichik D, kichik Y bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, yozib oldik mana. Xo'p, bu demak bizlarda urg'ochining gametalari edi. Urg'ochi organizm. Endi yigitning gametalarini yozaman. Ikkalasi ham bir xil. Mana bu yerga ham xuddi shu narsani qaytarib yozaman-da endi hozir yozganimda. Xo'p, tushunarli. Mana bu yerdan. Men mana shuni hozir agar mana bunaqa qilib yozadigan bo'lsam, mana bunday A, B, C deb yozadigan bo'lsam uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun men mana bu yotqizib chizaman. Agar imtihonda bo'lsa, mana buni yotqizib chizavering agar sizga noqulaylik bo'lsa. Men mana shunday qilib yozib olaman. Dominant A, dominant B, dominant C, dominant D, dominant Y. Keyingisi, hop, recessive A, recessive B, recessive C, recessive D, recessive Y qilgan ekanmiz. Keyingi gametamiz, endi mana buni yozaman. Recessive A, recessive B, dominant C, dominant D, dominant Y. Keyingisi mana bunisimi, hop, dominant A, dominant B, dominant C, recessive D, recessive Y. Endi mana bunisiga o'tamiz. Recessive A, recessive B, recessive C, dominant D, dominant Y. Qushkira singari bo'lyapti-da, faqat yuqorida ikkitasi to'liq birikkanligini inobatga olsangiz, yuqoridan va pastdan ja murakkab emas. Xo'p, mana bunisi endi shumi? Dominant A, dominant B, dominant C, recessive D, recessive Y. Qaysidir gametani takrorlab qo'ymasak bo'lgani, eng muhimi. Keyin mana bunisi, xo'p. Dominant A, dominant B, recessive C, dominant D, dominant Y. Keyingisi, xo'p, recessive A, recessive B, dominant C, recessive D, recessive Y.
Gametlar to'liq obodlik. Sizda ham shunaqa gametlar chiqishi kerak. O'zingizda nimalardir, demak, ixtiro qilib yubormang. Mana bular o'rtanlashgan bo'lishi mumkin balki sizda. Avval siz mana buni yozib, keyin mana buni, yo'q. Avval siz xo'p, mana buni yozib, keyin buni yozgandirsiz. Men ko'p holatlarda shunday qilaman. Avval mana bu dominantini yozib olib, keyin mana buni yozadim. Hozir bu tarzda yozib ketdim, ahamiyati yo'q. Har doim bu tarafdan yoz edim, hozir bu tarafdan joyda kichik qoldirganligim uchun bu tarafdan yozdim. Farqi yo'q bu narsani ham. Qaysi biri qulay bo'lsa sizga. Xullas, bo'ldi, endi yechimga o'tsak bo'ladi. Savollarni yechimiga. Hop, to'rtga mit oldikmi, sanab chiqaydi bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Pastga qarab 8 dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to'g'ri. Qo'shib kreasinga berdi. Mana 8, 8, 64 ta gameta paydo bo'ldi bizlarga. Hop. Ana endi mana bu yerdan savollar yechimiga o'tamiz. Qarang, mana shu yerdan yozaman men. Savolga. Sochlarida pigmentlari normal, ixtiyorsiz harakatlar kuzatiladigan kistik fibromatoz bo'yicha kasal bo'lgan organizmlar hosil bo'lish ehtimolini toping debdi. Buni genotipini yozib olaylik. Hop. Qanaqani so'rayotganligini. Sochlari pigmenti normal bo'lsa dominant A. Ixtiyorsiz harakatlar kuzatiladigan kistik fibromatoz bo'yicha kasal bo'lgan organizm hosil bo'lish ehtimoli, demak, dominant A, dominant B bo'lyapti. Resessivsi hop, dominant D va dominant Y bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri yozdikmi? Sochlar pigmentlari normal bo'lsa, dominant E bo'ldi. Albinos bo'lganda ressiv A bo'ladi. To'g'ri. Ixtiyorsiz harakatlar. Harakatlar qaysi edi bizlarda ixtiyorsiz harakatlar? Moddalar almashinuvi fenilketonuriyaga bog'liq edi. Hop, aqliy rivojlanishi bo'ldi bu. B modda almashinuvi bo'ldi. Fibrioz o'pka ovqat almashinuvi hazm tizimiga bog'liq ekan. Huntington asab tizimi. Suyak o'sishi, bo'y uzilishi, bo'yi mittiliklar. Ixtiyorsiz harakatlar kuzatiladigan kistik fibrioz bo'yicha kasal. Hop. Mana bu. Demak, dominant B bo'lyapti mana bu harakatlar buzilishi. Moddalar almashinuviga bog'liq. Mana aqliy rivojlanish susti bo'lishiga olib keladi bo'lmasa. Xo'p, yozib oldik. Endi mana shuni aniqlab chiqishimiz kerak. Qarang, bizlarga faqatgina ressiv C bo'lishi kerak ekan mana shu yerda. Shuni aniqlashimiz kerak. Hali mana bu yerda hozir Kressinger foizdan yozib chiqaylik, qarang avval. Osonroq usuli birinchi o'rinda qarang. Umumiy organizm 100% bo'lishi kerak, to'g'rimi? Organizm gametalari. Buni ayirlash deyman yoki xo'p. 40% bo'ldi B va S orasidagi chalkashuv foizi. 20% bo'ldi C va D. Ayirib tashlayman, qo'shib kirasanga bir 2 bo'ldi. 62 ni ayirib tashlasam 100 dan 38 mi? 100 dan 62. 38 qolyapti. No crossing over foiz 38 bo'lyapti. No crossing over xo'p 99.9% holatda 50% dan kam bo'lmasligi kerak edi. Ammo bizlarda hozir masalan shartda shunday kelyapti, olaveramiz. Bu imtihonga tushgan savol shunaqangi edi. Imtihon tushgan savol asosida shakllantirilibdi. Bahorda bo'lgandamidi qaysi biri deydi. Shunaqangi masala tushganda agar eslaringizda bo'lsa, crossing over foizini 50% dan kam chiqqandi. 50% dan masalan sharti bo'yicha kam chiqishi kerak bo'lsa, olib ketaverasiz. Tushunarli. O'zi asli bizlar o'rgangan kitoblarda shu paytgacha crossing over foiz 50% dan kam bo'lmasligi kerak edi. Ammo bo'lishi mumkin ekan. 99 dan bitta holatda bo'lyapti deb olib ketaverasizda. Tushunarli. Xolos, no crossing over mana bu ikkalasi edi. Ikkalasi birgalikda bizda hozir 38 bo'lyapti. 2 ga bo'lib bersam 19% dan bo'ladi-da bular. 19, 19. Keyingisi, xo'p, keyingi crossing overimiz bizlarda necha bo'lgan ekan? B va S orasida crossing over qilgandik, 40 bo'lyapti. Ikkita gametasi bor buni. 20 dan tushadi, to'g'rimi? Keyingi crossing overimiz 20 bo'lgan. Mana bu C va D midi? C va D orasidagi 20 bo'lgan. 2 ga bo'lib bersam bularga 10% dan tushadi. 10, 10. Mana bu ptichkalar bizga kerak emas, to'g'rimi? Keling, shulardan voz kecha qolaylik. 10% dan bo'lyapti. Gametalarning foizi. Xo'p, qo'sh crossing over 2% bo'lgan. Ikkita gameta bor qo'sh crossing over mana bu.
Buni ikkini ikkiga bo'lsam 1% tushadi har bir gametamizga. Mana 1%. Bu mana bu gametlarim xuddi shunday, demak 19 19 19 keyingisi qancha bo'ldi? 20 20 keyingisi 10 10 va 1 1 bo'ldi. Mana tushunmay qolgan bo'lsangiz so'rab keting agar. Endi men kichik S geni borini izlayman. Qolgan barcha dominant genlar bo'lsin, faqatgina ressiv S bo'lishi kerak. Mana shu птичка qilib qo'yib chiqaman A savol uchun. Bu yerda dominant S bor, bu qatordan chiqmaydi. Mana bu qatordan. Xullas, mana birinchi qatordan chiqmaydi, qarang, dominant S bor, keyingi qatordan chiqadi mana bu yerdan. Mana bu. To'g'rimi? Mana shu bo'lyaptimi? Ayyo, barchasi ressiv bo'lib qolgan, bu bo'lmaykan bu ham. Xo'p, bu qatorga o'tsam, dominant A, B, S. Kichik S kerak edi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Mana bu yerdan. Dominant D va Y geni bor. Mana bu qatordan dominant D va Y. Bizlarga dominant AB kerak endi bu tarafdan. Mana bu bo'ladi, mana shu. Yuqoridan dominant D va Y genini olyapti. Mana bu qismdan pastdan dominant A va B ni olyapti. Ammo bu dominant C ekan. Uzr, bu ham bo'lmaykan, ha. Bu ham bo'lmaykan. Pastga tushganmiz yana bitta. Bitta pastdagisi mana bu bo'lyapti. Yuqoridan 10 ko'paytiraman, pastdan ham 10. Buni bo'lib yuborasiz 100 ga. Bu 1% bo'ladi. Buni bitta chiqdi hozirchalik mana. Dominant D va obbo, bu ham bo'lmaykan-ku. Dominant A va B si bor deb o'ylabman. Yo'q, dominant A, B emas. Dominant D va Y ekan ikkalasi ham. Yo'q, bu ham bo'lmaydi. Xo'p, mana bu pastdagisicha. Dominant C bor, chiqmaydi. Va nihoyat mana bu yerdan bitta chiqyapti. Yuqorida 10% bor, ko'paytiramiz, pastdan 1% va chiqgan javobni 100 ga bo'lib yuborsangiz, mana shu gametalardan hosil bo'lgan organizm foiz kelib chiqadi. Bu 10 da 100 ga bo'lsam 0,1% bo'ldi. Bitta chiqdi, hozirchalik yozib qo'ying. 0,1. Xo'p, yana bitta chiqadi. Mana bu yuqoridan, mana shu qatordan hammasi resiv bo'lgan, mana bu yermi? Dominant A, B resessivsi dominant D, to'g'ri. Yuqoridan 1%, pastdan 19% kelyapti bu yerga. 100 ga bo'lib yuboramiz. Necha foiz bo'lar ekan? 19 100 ga bo'lib yuborsak. 0,19%. Hop, 0,19. Foizlar xato qo'ymadik, a? Hop, chiqmay qolyapti-ku bu. Nechta ablat olingan aytilmagan masalan shartida. Hosil bo'lish ehtimolini toping. Foizi kerak bizlarga. Hop, 19%, to'g'rimi? Yuqoridan 1%, pastdan 19% bo'lyapti. No crossing overdan. Mana bu ham no crossing overdan bo'lishi kerak edi. Pastdagisi. Barchasi resessivlar. Yana chiqar ekan, demak, to'g'rimi? Yana chiqar ekanda. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu yerdan demak chiqadi bo'lmasa. Mana bu yerdan bitta chiqadi, to'g'ri. Yuqorida 19 bor bu yerda. Chiqadi, to'g'ri. Men e'tiborga olmayapman buni. 19 ko'paytiramiz. Chunki qayerdan bilyapman? Mana bu yerda hozir, qarang, mana bu yerda hozir, demak, bizlarda qo'shki ressinga bir ishtirok etyapti mana bu yerda. Mana bu yerda men topganlarim qo'shki ressinga bir yo'q edi mana bu yerda. Bitta bor edi, ikkinchisi no ressinga berdan chiqish kerak edi. Yo'q. Qarang, to'g'ri kelmay qolyapti mana pastdagisiga. Mana bu yerda no ressinga ber emas bu. S va D orasida ressinga berdan chiqyapti turadi. Mana bu yerda qay holatda chiqsa, bu yoqdagisi ham xuddi shu holatda chiqishi kerak edi. Hozir xulosa qildim, u holatda bo'lmay qoldi. Demak, endi chiq ekan deyapman-da. Tashlab ketibman degan xulosa qildim. Xullas 19 yuqoridan pastdan 1. Mana qarang, 19 va 1. Xuddi yuqoridagidek bo'lyapti.
Bo'lib berasi 100 ga. Bu ham bo'ladi bizlarga 0,9. Endi ozroq sabr qilasiz. Buni ichidan topgunimizcha. Yana bitta chiqishi kerak menimcha. Hop, yana bitta emas, yana ham chiq ekan. Keyin mana bu to'g'rimizdan ham bitta chiqadi, to'g'rim. Qaysi to'g'ridan chiqdi? Mana bu to'g'ridanmidi? Xo'p, keyingisi. Xo'p, mana bu yerdan bitta oldik, mana bu yerdan bo'lsin bitta. Mana shu to'g'ridan mana bu yerga tushsak, mana shu ham bo'ladi. Yuqoridan 1, pastdan ham 1. Buni bo'lib yuborasiz 100 ga. 1 ni 1 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsangiz 0,01 bo'ladi. 0,01. Plus yana bitta 0,01 chiqishi kerak demak. Xo'p, buni qayerdan topamiz endi? Hop. Qaraychi. Mana bu bitta pastdagisi, mana bu ham bo'ladi. Mana bu ham 0,01 bo'ladi, mana. Ha, yo'q, bu barchasi dominantisi bo'lib qolibdi, bu bo'lmaykan, to'g'rimi? Dominantisi bo'lib qolib chiqmaykan bu. Xo'p, mana bu qatordan yana bitta chiqish qayerdan topsak bo'ladi? Yana chiqish kerak-da. Xo'p. Mana shu qatordan hammasini oldim, bu qatordan. Mana buni oldik. Dominant A, B, C. Bu bo'lmaydi. Mana bu bo'l ekan, mana bu ham bo'l ekan. Yuqoridan 1, pastdan 10. Bu 0,1 bo'ladi. Mana bu yerga 0,1 yozaman. Plus. Hop. Bu bo'ldi, keyingisi bo'lmaydi. Endi mana bu qatorda yana chiqami ekan? Mana bu bo'lmaydi, dominantisi bor. Oldik buni. Bu dominansiya chiqmaydi. Oldik. Dominansiya. Oldik. Dominansiya bo'ldi. Hisoblab chiqaychi necha foiz ekan mana shuning qiymati hozir. Barobar desak, hop, 0,19, 0,1. Hop, yana 0,9 bor ekan. Plus keyingisi 0,01. Keyingisi 0,1. Obbo, hop, ziyodi chiqib ketib qolyapti-yu bizlarda foizlar, masalan, shartiga ko'ra. Xo'p, mana bunisi bo'ldimi? Dominant A, B, C. Oldik, to'g'rimi? Bo'ldi bu. Xo'p, yaxshi, keyingisi. Mana bu. Dominant A, B, xo'p. Resessiv C, dominant D, E, to'g'ri. Pastdagisi dominant A, B, C, D, E bo'ladi bunisi. Mana bunga o'taman. Xo'p, dominant A, B, dominant D, E, to'g'ri. Mana bu ham bo'lyapti. Mana bu-chi. Dominant A, B. Xo'p, hozir negadir ko'p chiqib ketib qolyapti-da, menda 0,59 bo'lib qoldi. 4,99 bo'lishi kerak edi. 0,499. Xo'p, xato yozib ketib qoldi kimga qayerdadir. Kimdir ko'ryaptimi? Qolganlarni birdan javobni yozib ketaman. Xo'p, mana shuni agar to'g'rilab olsak edik. Xo'p, mana buni oldik, to'g'rimi? Dominant A, B, C, D, E. 1% yuqorida 19%. Xato bo'lmadikmikan? 0,9 bo'ldi, to'g'ri. Keyingisi 10 ni 100 ga bo'lsam 0,1 bo'ladi. To'g'ri. Dominant C yo'q bunda ham. To'g'rimi? To'g'ri. Dominant A, B, dominant E. To'g'ri, buni ham o'rganamiz. Xo'p, mana bu ham. Dominant A, B, resessiv C, D, E. Yuqoridan 1, pastda ham 1, 1 kere 1, 1, 1 ni 100 ga bo'lsam 0,01 bu. 0,01 qolganmizmi? Yozganmiz, to'g'ri. Mana bunimiz endi. Xo'p, yuqoridan 1, pastdan 10. 10 ni 100 ga bo'lsam 0,1. Bu ham to'g'ri. Dominant A, B, resessiv C, D, E, to'g'ri. Yuqorida mana bunimiz. 19 bu yoqdan, yuqoridan, to'g'ri. Xullas, men balki xato hisobga ketgandirman. Kitob orqasiga qaramadim. 0,59 bo'ldi, to'g'rimi? Ulush bo'yicha. Qaysidir agar xato ketgan bo'lsa to'g'rilab qo'yasiz endi, bilmadim.
Qayerga ketib qoldi bu? Balki bitta yarimtasi agar demak xato ketib qolganda, menimcha xato ketmadi. Yo'q, to'g'ri topdik. Bo'ldi, to'g'ri. 0,9 bo'lyapti. Xo'p, buni foizga o'tkazadigan bo'lsak, 100 ga ko'paytirib yuborasiz. 59% bo'ladi. Balki kitob orqasida javobda xato ketgan. Menimcha bo'lmasa. Xo'p, bu masala tushunarli bo'ldimi? Yozmashimiz. Shu topib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Har bittasiga bunaqangi qilib vaqt sarflab o'tirolmayman. B javobimizda demak so'ragan dominant A, dominant B, resessiv C, dominant D, resessiv Y'ni so'rayapti. Bu bunaqangi avlod chiqmaydi 0%. A, B, endi C. Siz savolimizda so'ragan no crossing over'da, ya'ni no crossing over holatda bo'lishi uchun bizlarga bo'lishi kerak dominant A, dominant B, C, D, Y'ni so'rayapti. Mana shu no crossing over. A bu 14,44% chiqadi. Hisoblab ko'rsangiz, mana bu yerda no crossing over. Mana bu yerda 2 ta, bu yoqdan 2 ta. A, B, C, D. Xo'p, D-sida so'rayapti qanaqangisini. Xo'p, savol bo'lsa hozir yozishingiz mumkin izohga. Keyingi masalaga o'tib ketaman men. Resessiv A, resessiv B'ni so'ragan, dominant C, dominant D, dominant Y. Mana shuni so'rayapti. Bu bo'l ekan 16,2%. PDF ichini tashlab qo'yganman. PDF ichida ko'rsatilgan hammasi qayerdan qaysi biri chiqishi. O'shanga qarab olasizda, hammasini topib o'tirmang. Pinni ichini topish uncha murakkab emas sizga. Xo'p, 41-masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, 42-yozmashni o'tamiz.